Doirachi sozanda Adham Ochilov. Jizzax doirachilarining yetakchisi, bilimli, saviyali va tajribali sozanda. U ijro etayotgan yo'l mashhur Abbos Qosimov yo'lidan bir parcha. Ustozlar duosini olgan, shogirdlar mehrini qozongan ijodkor ko'plab chet el safarlarida bo'lish bilan birgalikda konsert dasturlarida katta sahnaga o'zbek doirasini olib chiqqan. Ijrosi va mehnati orqali o'ziga xos mukofotlarga loyiq ko'rilgan. Hozir esa siz uni yana bir kutilmagan qirrasini tomosha qilishingiz mumkin. Doirada Abbos Qosimovni eslatgan ijodkor tamburda Turg'un Alimatovni eslatgan bo'lsa ne ajab. Beixtiyor Turg'un Alimatovmi yoki Abbos Qosimovmi? Balkim Turg'un Qosimovdir, balkim Abbos Alimatovdir degin keladi. Aslida bir-biriga umuman zid yo'nalishga ega bo'lgan ikki cholg'uni yaxshi mahorat bilan chalish hammani ham qo'ldan kelavermaydi. Bunaqangi iqtidor juda kamdan kam cholg'uvchilarga beriladi. Agar siz birorta boshqa cholg'uni chalishni biladigan doirachilarni bilsangiz, ularni kommentda yozib qoldirishingiz mumkin. Biz esa Adham Ochilovga va barcha jizzaxlik doirachilarga ijodiy muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Hurmat bilan Zarb zavqi. E'tiboringiz uchun tashakkur.